Menimcha bu xotin qo'li chiqmaydi-yu. Ya nimaga? Xotinni hamma aytganlarini qilib bo'lsa, keyin xotini ruxsat bersa, keyin chiqadi. Uzr bolalar, ishqilib xotining ruxsat berdimi? Tushunmadim. Ne bunaqasan? Go'yoki xotin bitta sanda bor. Namcha cho'qinasan xotiningga. Nimaga asoslanib meni xotin qili deyapsizlar? Masalan, xotiningga mashinani eshigini ochib berasan. Bu umr yo'ldoshimga bo'lgan hurmat, bir iltifot. Shoshma. Sen biznes taksi haydarding-a? Mijozlarga eshikni ochib berasan, ha? Shunda sen mijoz quli bo'lasanmi? Shu qilgan ishi bilan oilasini boqyapti-ku bu. Men bu ishim bilan oilamni mustahkamlayapman. Bu mayli, xo'p. Nimaga oilaviy ko'chaga chiqqaninglarda kichkina bolangni sen ko'tarib olasan? Masalan, qiynagamisan? Bu meni bolam. Nimaga ko'tarmasligim kerak? Chunki u hali yurishni bilmaydi. To'xta, men biror bir gapni o'tkazib yormadimmi? Erkak kishi bolasini ko'tarsa gunoh bo'ladi yoki ayb degan gapni u kim gapirmadimi? Qolaversa, xotinim bolamni 9 oy qornida ko'targan. Men har zamonda ko'chaga chiqqanda 1-2 soat ko'tarsam, nima? Xotin quli bo'lib qolamanmi? Ha? G'alati emasmi? Sening eng bachkana qilig'ing xotiningni sizlab gapirish. Bunga nima deysan? Buni juda zo'r tomoni bor. Men xotinimni hech qachon so'kmayman. So'kolmaysan hamda, xotin quli. Juda shoshqaloqsan-da. Ha? Men xotinimni sizlayman. Lekin so'kmayman. Chunki xotinim menga yoqmaydigan biror bir ish qilsa, shunchaki sensirayman xolos. U birdan o'zini yig'ishtirib oladi. Olam Guliston. Xo'sh. Yana e'tirozlar bormi? O'zi ham aytmenda. Sizlarni ertaroq taniyman. Qarab oling. Assalomu alaykum. Kelyapsiz. Va alaykum assalom, kelin. Telefon qilsam telefoningizni ko'tarmadingiz. Shafkasi qolib ketibdi. Tog' sovuq bo'ladi. Boring. Rahmat sizga. Lekin men toqqa bormaydigan bo'ldim. Ha, nima bo'ldi? Chunki men xotin quliman.